Assalomu alaykum. Zarif opa, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Mana men shulardan natija olmagunimcha video qilmaslikka nima qildim. Mana endi video qilib beraman. Ozgina vaqtim ham bo'lib qoldi. Xo'p. Bu turbo choyingiz rosa yoqdi. Ozgina qoldi. 2-3 ta qoldi. Bu menda qabziyat rosa kuchli edi. 3-4 kun kirmas edim hojatga. Shu qabziyatdan rosa qiynalardim. Bu men normaga tushirib qo'ydi. Xudoga shukr, bir kunda bir marta kiryapman hozircha. Hali tugatganim yo'q buni. Keyin mana u korin ham mana jinday qoldi ozgina. Yana olaman xudo xolasa. Bu korinni nima qildim? Haliga aytgan mana uslubingizda mana mascha bilan korinni ishlatdim. Navaminim tugadi, hozir qo'yib qo'yay desam. Bartolinovый железоda kistam bor edi. 20 yildan beri shu kistamni operatsiya qildiraman deb qildira olmadim, yuragim slabiyligi uchun, narkoz mumkin emasligi uchun. 20 yildan beri qiynalardim. Shu kistam yorilmasdan o'sha ishib ketib qiynalar edim. Nima qildim men? Shu aytganingiz bo'yicha qildim buni ham. Bintga birinchi tahorat olib, bintga keyin nimadan qo'ydim? Mana mazdan siqdim. Navamindan ochib sepdim. Korindan natirani qildim. O'sha kista joyini, kista o'sib chiqqan joyda o'sha shishdi. Keyin bundan siqib turib, ustiga navamindan sepib turib qo'ydim. Shu bir hafta 10 kun qo'yganimdan keyin menda qandaydir kuchli og'riq boshlandi. Shu yetimda qichishib, achishib, ishib, qizarib ketdi. Qo'rqdim birinchi, nimadir qilib qo'ydim shikilida deb qo'rqib turdim. Keyin shu 10 kunlardan keyin yorildi. O'sha kistam yorilib, qon aralash iring rosa ko'p chiqdi. Chiqib keyin o'sha natirani qilib yurdim, spirt bilan natirani qilib yurdim. Korin qo'ydim orqasidan. Keyin haligi yorilib chiqib ketib, kichkinagina puchuq bo'lib qoldi-da, o'sha. Katta, 2-3 ta yong'oqni bitta qilsangiz shunaqangi darajada katta bo'lib ketgan edi kista ishib. O'sha ichiga iring to'planib ketgan ekan. Yaxshi bo'ldi, xudoga shukr. Men tavsiya qilaman, zo'r mazza ekan. Chuda maz deb nom qo'yib olganman. Keyin mana Jivakostis, mana chap qo'limni ko'tara olmay qoldim. Yordam berdi bu ham. Ancha qo'lim ishlab qoldi. Yaxshi bo'ldim ancha. Keyin men tavsiya qilaman ko'pchilikka mana shu kremlaringizni ham, mana uningizdan ham olishim kerak. Mana ozgina qoldi bu ham. Mana ishlatib qo'yibman anchasini. Bitimchi ajivlyat qildi mana shular. Lekin haqiqatan ham mana korindan birinchi surtib bitimga 15 minutdan keyin chayqab tashab bitimi. Keyin bundan ishlatdim. Sovun ishlatmadim. Faqat detskiy sovun ishlatib turdim bitim yuvishga. Keyin mana ko'zda atrof kremlaringiz ham hammasi zo'r. Chuda sredstva deb nom qo'yib oldim bularga. Xudoga shukr, men sizni topib oldim. Rahmat shunchalik. Mana hammasidan ham meni qiynab turgan 20 yillik kistamni yorib berdi, mana shu chiqarib berdi. Rahmat opajon. Umringiz uzoq bo'lsin. Boringizga shukr. Doim siz bilan nima qilib yuraveraylik. Rahmat opajon. Rahmat sizga. Tavsiya qilaman hammaga, zo'r narsalar.